Bütün Adem ve Hayattaki 5 Davan. Abdori Doktor Erkin Sıdık. Avazda Gunçem Rozi. Biz xizmatda har xil proyektlarni yoki turlarni ishlaymiz. Ularning ko'pintisini tamomlaymiz. Ba'zilarini bo'lsa, ichki yoki tashqi sabablar tufaylidan tamomlab bo'lolmay, yerim yo'lda tashlab ketamiz. Kishilik hayotning proyektlari bor. Ularning ichidagi eng asosliklarini mundaq 5 sohaga ayirish mumkin. Birinchi, jismoniy soha. Badanning kuchlikligi va sog'lomligi. Jismoniy jihatdan har qanday ahvolga tayyor turish. Ikkinchi, psixikalik soha. Diqqatni yig'ish, ruhiy jihatdan chidamli bo'lish va o'z-o'zini tuzum bilan boshqara oladigan bo'lish. Uchinchi, hissiy soha. Mag'lubiyatdan keyin tez asliga kelish qobiliyatini yetildirish. Kayfiyatini kontrol qilish, o'zining ahvolini to'g'ri va to'liq bilib turish. O'zini yaxshi tushunish. To'rtinchi, bevosita tuyg'u yoki sezimchanlik sohasi. Yoshirin аңда nim bo'layotganligini bilib turish, o'zining sezimlariga ishonish, jiroqni ko'rish, kelgusini to'g'ri mo'ljallash, eng oxirgi natijasini hozirla ko'z oldiga aklalaydigan bo'lish. 5. Ruhiy soha. O'zining yadroliq qimmat qarashi, hayotiy maqsadi va boshqalar uchun xizmat qilish qalbi bilan zich bog'lab turish. Bu 5 proyektni kishilik hayotdagi 5 davon deb tushunishgan bo'ladi. Bu uqum g'arbda 5 davon falsafasi deb atildi. Amerikalik tanliq yozuvchi va liderlik mutaxassisi Mark Twain mundaq deydi. Hayotingizning sifati bankadagi pulingizning ko'pligi, xizmat stajingizning uzunligi yoki boshqalar ustidan yurgizgan huquqingizning cho'nligi bilan o'lchanmaydi. U sizning bir inson sifatidagi butunligingiz va boshqalar uchun xizmat qilishdagi ifodangiz bilan o'lchindi. Bizning nishonimiz faqat birli davondan o'tish emas, balki davonning hammasidan o'tib, butun odamlarning biri bo'lish. Mushu bo'yicha qaraganda, butun bo'lamagan odamlarni chala odam desak, muvofiq bo'larmi? Siz yolg'iz natijalik bo'lish uchun emas, balki yuqorqi 5 sohaning hammasida safoliq va yuqori sifatlik bo'lish uchun. Ish harakatdagi ifodali yaxshi bo'lish uchun emas, balki bir butun odam bo'lish uchun. Muvaffaqiyatli bo'lish uchun emas, balki boshqalar uchun xolisona xizmat qiladigan bo'lish uchun tirishishingiz kerak. Shunday qilsangiz, siz texim kuchlik, texim aqlliq, texim yo'lliq asosga tayanib ish qiladigan hamda xizmatga va o'zingiz uchun eng muhim kishilarga o'zingizni atay oladigan bir odam bo'lib taraqqiy qila olasiz. Siz uchun qaysi davon eng qiyin? Siz qaysi sohada texim kuchishingiz kerak? Bu savollar sizning bundan keyingi hayot proyektingizning nima bo'lishi kerakligini ko'rsatib beradi. Men hozirgacha bo'lgan hayotimni yuqorqi 5 davondan to'liq o'tib bo'lish yo'lida tirishib yashadim. Sizmi sinab beqing. Men yuqorqi mazmunni bitirib, Facebook'imga chiqarib bo'lgandan keyin bir odamning jiroqni ko'rish iqtidoriga oid bo'lgan bir ish esimga kelib qoldi. Uni bu yerga qo'shib qo'yay. Men 1983-yili 1-oyda Xinjiang universitetini bitirishga bir oydak vaqt qolgan kunlarning birida maktabning partkom bosh sekretari Zhang Yang meni uyga suhbatga chaqirdi. Men uyga bordim. Uning uyi maktab ichidagi egiz tomliq, ishki davomli quluploqliq turadigan, ichida davomli bir kishi eshik beqib turadigan bir quru ichida ekan. Bir qancha eg'iz salomlashish so'zlardan keyin u gap boshlab, menga mundaq dedi. Sen pat yaqinda o'qish bitirsan. Oldingda 2 yo'ldan birini tanlash vazifang bor. U yo'lning biri ma'muriy kadr yoki boshliq bo'lish. Bu yo'lni tanlasang, sen bir qancha yildan keyin maktab mudir bo'lib, undan keyin Xinjiangga rais bo'lishing mumkin. Bu kasbda qiladigan ish oson. Xuddi menga o'xshash sho'piring bor bo'ladi. Oshpazing bor bo'ladi. Mushundaq cho'ng uyda tursan. Ko'pincha vaqting ziyofatlarda o'tadi. Maoshing yuqori bo'lib,
tez boy bo'la olaysan. Yana bir yo'l o'z kasbingni qilish. Hozirgacha tabiiy fanda Uyg'urlardan sendek o'qigan bir odam chiqib boqmagan. Shunga kasb bilan shug'ullansangmi, sen Uyg'urlarning bir cho'ng bo'shliqini to'ldirsan. Ammo butun umringni bir jafokash kambag'al bo'lib o'tkazsan. Qaysi yo'lga mangdiganliging haqida menga bir qancha kun o'ylanib javob bergin. Ilova: men to'liqsiz o'tir bilan to'liq o'tir maktabni Aqsu viloyatlik 1-o'tir maktabni bitirgan. Ammo 1977-yili 12-oyda bir tutash ilingan oliy maktablarga o'quvchi qabul qilish imtihonini 10 naylik 1-o'tir maktabda berdim. O chaqda men 10 nayisidagi bir shal urug'chilik maydonida qayta tarbiya ilayotgan edim. Shu yili men Uyg'ur tilida bir tutash ilingan imtihonlarda butun Uyg'ur diyori bo'yicha 2-chi bo'lgan. Oliy maktabdagi 4 yil jarayonida kompyuter programmasidan iborat birli darsning imtihonida 94 nomer ilib, boshqa hamma darslarning imtihonlarida faqat 100 nomerli ilib o'qigan. Birinchi yili Xitoychani o'rganib, keyingi 4 yilda Xitoycha tayinib, inglizcha va yaponchani o'zligimdan o'rganib tamomlagan. Hamda Şinjan Universiteti o'quvchilar uyushmasining raisi, Avtonom rayonlik o'quvchilar birlashmasining raisi va Mamlakatlik o'quvchilar birlashmasining muavin raisi qatorliq vazifalarni o'tagan bo'lib, maktab ichida o'tkazilgan ko'p qatimliq cho'ng yig'inlarda Jangyanning nutqlarini naq maydonda Uyg'urchaga tarjim qilib bergan edim. Bu ishlar mazkur yozma va mening bundan keyingi tayyorlaydigan yozimlarim uchun arqa ko'rinish materiali bo'lganligi uchun mazkur ilovani bu yerga qistirib qo'ydim. Men bir qancha kun o'ylandim. Men yolg'on gap qilolmaydim. Xushamad qilolmaydim. Ichimda nim gap bo'lsa, chiroyimga shu chiqatdi. Xitoylar eshakning mungizi bor desa, shunda xo'jam deb yashaydigan jamiyatning azobini yetkicha tatib o'tdim. U chaqda men hozirgi ayolim Amangul bilan to'ylashga kelishib bo'lgan bo'lib, uningga mundaq dedim: "Mening kasb yo'lini tanlab, keyin chet elga chiqib o'qig'im bor. Agar boshliq bo'lsam, yana 6 oydan keyin o'zimni turmada ko'rishim mumkin." Shuning bilan men kasb yo'lini tanlab, bugungi kunga keldim. Ayolim 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi bo'lishdan 1-2 yil ilgari Urumchidagi bir to'yda u chaqda yurtqa ayolim 2 bolani elib borgan bo'lib, men bormagan. Nur Bakirni uchirtib qapti. Men Şinjan Universiteti o'quvchilar uyushmasining raisligini qilayotgan mezgilda Nur Bakri siyosat fakulteti o'quvchilar uyushmasining bir odatdagi kadr edi. Parang jarayonida Nur Bakri ayolim Amangulga: "Agar erkin chet elga chiqib ketmagan bo'lsa, Şinjanga hozir men emas, erkin rais bo'lgan bo'ladi", debdi. Nur Bakirga keyin nima ish bo'lganligini hammanglar bilasizlar. Atrofimdagi ahvoldan xabari bor kishilarning hammasi boshliq bo'lish yo'lini tanlamaganligim uchun meni xeyli uzungacha aybladi. Men bo'lsam, o'zim to'g'ri deb qaragan yo'lda mengayverdim. 2026-yili 7-oyning 2-kuni payshanba yozilgan.